Aziz YouTube kuzatuvchilar, 4 sutqli hovlimiz sotuvga chiqdi. Ko'rib turganingizdek 3 etajli imorat Samarqand shaharda. Uyning ichida lifti ham bor. Eshik avtomatik pult bilan ochiladi. Azobnachilar. Bu tomonda elektromobil uchun zaryadka joyi ham tashab ketilgan. Uyning egasi aytganidek, ko'rib turganingizdek elektromobil bo'lsa zaryadka bemalol olaveradi. Uy avtomatik ochiladi. Ko'rib turganingizdek pult bilan ochiladi. Mana shunday qo'l mehnati bilan yasalgan shunday rakibna. Bu tomonda mangalni zona. Bu tomonda ko'rib turganingizdek uyning ichiga kiraverish qismi, uyning ichida lifti ham bor azobnachilar. Lifti ham bor, mana ko'rib turganingizdek. 3 etaj imorat, podval bilan 4 etaj. Ko'rib turganingizdek uyimizning zelyonni zonasi. Sayfullo TV sizlar uchun mana shunday hovlini sotuvga chiqardi azobnachilar. Kimga qiziq bo'lsa ekranda telefon nomerlar yozib qoldiramiz. Bu tomonda mangalni zona. Mana ko'rib turganingizdek gaz plita, yuvinish nimalari, mana yerda o'choq, qozonlar, hammasi sharoitlari, udobstvasi zo'r. Gaz svetdan muammo yo'q azobnachilarimiz. Ko'rib turganingizdek bu yerda ham zelyonni zonasi. Uyimiz 3 etaj. Pastda podval ham bor. Kimga qiziq bo'lsa ekranda telefon nomer yozib qoldiramiz. Manzil Samarqand shaharda bo'ladi. Yana ekranda ma'lumotlarni to'liq yozib qoldiraman. Aloqaga chiqaverasizlar azobnachilar. Mana Sayfullo TV sizlar uchun mana shunday xonalarni, uylarni, kvartiralarni sotuvga chiqaryapmiz. Bu videoni yaxshi uy qidirib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Tayyor, Zahadi ijjivi. Xonalarni ham ichlarida 3 ta oshxona, 5 ta hammom hojatxonasi bor. Tag qismi sportzal qilingan, podval qismi sportzal. 10 ta uyimizning ichida 10 ta xonasi bor. Xonalari keng. Bitta 16 metrga 6 metrli zalimiz ham bor, katta zal. Azobnachilar bizni kuzatib boring, kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiringlar. Uyning ichida lifti ham bor, eng qizig'i. Bizni kuzatib boringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana lift.